Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun men sizlarga destilyator qurilmasini tushuntirib bermoqchiman. Ya'ni bu suvni destilab beradi. Mana qurilmamizda ya'ni 220 tarmoqqa ulanadi. 220 voltga ishlaydi. Mana bu yerdan pulchatil bilan qo'shib o'chiramiz. Mana qurilmamizda ichki tuzilishi. Mana buning ichida suv bor. Hozir qo'shib mana destillangan suv olib ko'rsataman. Mana qo'shdik. Bu yerdan destillangan suv tushadi. Mana ko'rib turibsizlar, qurilmamiz ishlab turibdi. Ya'ni buning ichida termodatchik qo'yilgan. Mana ventilyatorimiz. Agar o'sha issiqlik me'yoriga yetib kelsa, ventilyatorimiz o'sha termodatchik yordamida ishlaydi. Ya'ni ventilyatorda qo'shadi. Mana bu yerda ko'ryapsizlar, destillangan suv mana bu bachog'imizga tushyapti. Bu qurilmamizda ichida nima detallardan tashkil topganligini ko'rsatib beraman. Mana qurilmamizni o'chiramiz. Mana ko'rib turibsizlar, qurilmamizda ichki ko'rinishi, ya'ni bu nerjavika materialdan yasalgan, mana zaynamaydigan. Bu ya'ni kondensatsiya hodisasi asosida ishlaydi. Ya'ni suv qaynaydi, bug'ga aylanadi. Bug'ga aylangandan keyin mana bu teshigimiz turibdi. O'shandan o'tadi-da, hozir bu qismini ochib ko'rsatib beraman. Sovutish qismini. Mana qurilmamizning sovutish qismi. Ya'ni bu ichidagi suv qaynagandan keyin mana bu trubkamiz orqali suv bug' o'tadi-da, bu radiator vazifasini bajaradi. Bu ya'ni alyumindan yasalgan. Bu tez issiqlik o'tkazadigan material. Bu mana ventilyatorımizga ichiga termodatchik qo'yilgan, ya'ni o'sha ma'lum bir gradusga borgandan keyin bu ventilyatorimizni qo'shib beradi. Buning ichidan bug' o'tayotganda bu ham ventilyatorimiz ham sovutishga yordam beradi. Hozir qurilmamizni tagida nimalar borligini ko'rsatib bermoqchiman. Ya'ni bu ichidagi suvni sovuramiz bunga. Mana qurilmamizni ichki ko'rinishi. Bu yerda mana spiral joylashgan, ya'ni suvni qaynatish uchun. Bu yerda mana saqlagichimiz turibdi. Ya'ni kuchlanish 220 voltdan oshib ketsa, mana saqlagichimiz o'zi kuyadi. Bu yerdan 220 tarmoqqa ulanadi. Bu pulchatilimiz qo'shib o'chiradigan. Qisqacha shu, hurmatli obunachilar. Mana qurilmamizni nimalardan tashkil topganligini ko'rdingizlar. Sizlarga bitta savol. Destillangan suvdan elektr toki o'tadimi, o'tmaydimi? Shunga kommentariyalarga o'z fikringizni yozib yuborsangizlar.